Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qadrli akalar, ukalar, ishimizni kuzatib borayotgan barchaga. Xo'p, navbatdagi ishimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'onga kelib 1.5 lik pechkani o'rnatib berdik. Kun biroz kech bo'lib qoldi, videoga yaxshi tushmayapti. Pechkamizni qalinliklari oldi orqalari 4, ikki yonlari 3 lik. Mana shu holatda go'zal qilib urib berdik. G'isht shoflariga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Orqa ko'rinishi ham hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Orqa ko'rinishi, orqa tomoni bu xonaga bo'ldi. Bu pechkalar o'sha ikki xonani isitish uchun qilinadi. Ikki devorning o'rtasiga. Orqa ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Mana chiroyli qilib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab barcha mahsulotlar ichida o'zimiz olib borib, chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Ishimizni kuzatishda davom etinglar.